O'rta Osiyo tarixidagi birinchi to'liq metrajli film aynan Buxoro shahrida suratga olinganligini bilarmidingiz? Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. 1925-yilda Buxkino kinokompaniyasi tomonidan O'rta Osiyo tarixidagi birinchi uzun metrajli film suratga olinadi. Ushbu filmning suratga olinishida o'sha paytdagi O'zbekiston SSSR rahbari Fayzullo Xo'jayev shaxsan bosh qosh bo'ladi va hatto Fayzullo Xo'jayev o'z uylaridan birini ham filmni suratga olish uchun berib yuboradi. Film davomiyligi 85 daqiqani tashkil qiladi. Filmning asosiy syujeti esa o'sha davrlardagi Buxoro amirligining mustabid tuzumini qoralashdan iborat bo'lgan. Film nomi ham aynan shuning uchun O'lim minorasi deb nomlangan. Film shunchalik ko'p shov-shuvlarga sabab bo'lganki, aynan 1925-yilning o'zida ushbu film haqida Aganyok jurnalida maqola e'lon qilingan.